2026-yilning 15-yanvardan 28-fevraligacha mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi tomonidan qulaylik va ochiqlikni ta'minlash maqsadida maxsus onlayn platforma ishlab chiqilgan bo'lib, fuqarolar ro'yxatga olishda mustaqil ravishda, ya'ni masofaviy shaklda ro'yxatga oluvchining tashrifi bo'lmagan holda qatnashishlari mumkin. Platformaga kirish uchun siz OneID tizimi yoki JSHR raqami va pasport seriyangiz orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. So'ngra foydalanuvchi shartnomasini qabul qilganingizni tasdiqlang va so'rovnoma sahifasiga o'ting. Keyingi sahifada siz o'zingizga mos toifadagi turkumni tanlaysiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, barcha shaxsiy ma'lumotlar umumlashtirilgan holda ishlatiladi va maxfiyligi saqlanadi. Ro'yxatga olish shaklini va qishloq xo'jaligi yerlari haqida so'z borayotgan bo'lsa, odatda oilaning boshlig'i yoki vakolatli shaxs to'ldiradi. Har doim birinchi shakldan boshlang. Aynan birinchi shaklda uy xo'jaliklari va a'zolarga berilgan tartib raqamlari keyingi barcha shakllarda oilaviy tarkibni aniqlash uchun ishlatiladi. Keling, birinchi shaklni to'ldirishdan boshlaymiz. Yashash joyining tavsifi va uy xo'jaligi a'zolari ro'yxati. O'zingiz yashayotgan manzilni tanlang. Viloyat, tuman, mahalla va ko'changiz nomini yozing. Keyin yashash turini tanlang. Agar siz hozirda kvartirada, yotoqxonada yoki mehmonxonada yashayotgan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha ustunlar chiqadi. U yerga uy raqami va agar mavjud bo'lsa, korpus raqami kiritiladi. Yashash turiga qarab kerakli parametrlardan foydalanish imkoniyati o'zgaradi. Agar siz xususiy uyda yashayotgan bo'lsangiz, faqat uy raqamini yozing. Endi birinchi bo'limga o'tamiz. Yashash joyida nechta uy xo'jaligi va oila yashayotganini belgilang. Bu yerda uy xo'jaligi deganda bitta uyning ichida ikkita oila yashab, har biri alohida byudjetga ega bo'lishi, alohida qozon qaynatishi tushuniladi. Agar barcha a'zolar umumiy byudjetda bo'lsa, ya'ni turmushda faqat bitta qozon qaynaydigan bo'lsa, bu bitta uy xo'jaligi hisoblanadi. Agar ikkita oila va har birining byudjeti alohida bo'lsa, ro'zg'or alohida tartibda qilinadigan bo'lsa, u holda bu ikki uy xo'jaligi hisoblanadi. Keling, bitta yashash joyi, ikkita uy xo'jaligi va ikkita oila misolida ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng, birinchi uy xo'jaligi sahifasi ochiladi. Yashash joyining tavsifini kiriting. Mulk shakli, xonalar soni va umumiy maydoni hamda savolga javob bering. Ushbu uy xo'jaligida vaqtincha yashagan xorij fuqarolari bo'lganmi? So'ngra har bir uy xo'jaligi a'zolarining ma'lumotlarini alohida kiriting. Misol uchun, bitta uyda ikkita oila yashaydi. Uy egasi yoki oila boshlig'i, uning turmush o'rtog'i, o'g'li, kelini va ularning farzandi. Ular alohida byudjetga ega. Ya'ni ikkita ro'zg'or alohida qozon qaynatadi. Bu ikki uy xo'jaligi hisoblanadi. Ularning turmushi bir-biridan mustaqil. Raqamlashtirish tartibi quyidagicha bo'ladi. Uy boshlig'i va uning turmush o'rtog'i birinchi uy xo'jaligi. Har bir a'zoni bosqichma-bosqich kiriting. Ismi, familiyasi, otasining ismi, jinsi, tug'ilgan sanasi va JSHR pasportdagi 14 ta raqam. Ushbu misolda birinchi oila uy boshlig'i va uning turmush o'rtog'idan iborat. So'ngra ular bilan bo'lgan qarindoshlik darajasi, oilaviy holati va haqiqatda yashayotganligini ko'rsatuvchi ustunlardan mos javoblarni tanlang. Har bir kiritilgan a'zodan keyin inson qo'shish tugmasini bosing. Zarurat bo'lsa, boshqa a'zolarni ham qo'shing. Keyin o'g'li, kelini va ularning farzandi ikkinchi uy xo'jaligi. Oilaning tartib raqami, uyga egalik shakli, xonalar soni va umumiy maydoni kiritiladi. Bu oilaning tartib raqami ikkinchi. Unga o'g'il, kelin va farzand kiradi. Xuddi oldingi tartibda har bir a'zoni navbatma-navbat kiriting. Ismi, familiyasi, otasining ismi, jinsi, tug'ilgan sanasi, JSHR raqami, qarindoshlik darajasi, oilaviy holati va yashash holati. Har bir kiritilgandan so'ng inson qo'shish tugmasi orqali kerakli a'zolarni qo'shing. Ikkinchi bo'limda
uyning umumiy maydonini, qurilgan yilini va asosiy tashqi devorlarda ishlatilgan materiallarni kiriting. Keyingi savollar muhandislik kommunikatsiyalar haqida. Suv, gaz va elektr ta'minoti, issiq suv, isitish tizimi va internetga ulanish. Sanitariya gigiyena qulayliklari bo'limida hojatxonaning holati va mavjudligi haqida sizning sharoitingizga mos variantlarni tanlang. Shuningdek, ushbu uy xo'jaligida qishloq xo'jaligi yerlari, chorva yoki parrandalar mavjudligini belgilang va agar mavjud bo'lsa, uy xo'jaligidagi a'zolar ro'yxatidan dehqon xo'jaligi boshqaruvchisini tanlang. Shundan so'ng ikkinchi shaklni to'ldirishga o'ting. Ikkinchi shakl bu individual savollarni o'z ichiga oladi. Oila boshlig'i yoki vakolatli shaxs qolgan a'zolar bilan birga avvalgi kiritilgan ma'lumotlarga asoslangan, biroq chuqurroq savollarga javob berishadi. Ekranda avtomatik tarzda birinchi satrda oila boshlig'ining turmush o'rtog'i chiqadi. So'ngra tug'ilgan joyi, har bir respondentning yashash joyi haqida ma'lumot berilishi kerak. Agar siz O'zbekiston hududida tug'ilmagan bo'lsangiz, bir marta bosish orqali mamlakatlar ro'yxatini ochib, kerakli mamlakatni tanlang. Agar siz oldin boshqa uyda yashagan bo'lsangiz, avvalgi manzilni kiriting. Bir nechta mamlakatda 1 yil va undan ko'proq yashagan bo'lsangiz, eng oxirgi yashagan mamlakatingizni tanlang. So'ngra fuqarolik, millat va til bilish darajasi haqidagi savollarga javob bering. Keyingi qadam ta'lim darajasi, kasb, daromad manbai haqida. Variantlar har xil bo'lishi mumkin. Sizga qulay bo'lishi uchun ularning barchasi alohida ajratilgan. Har bir respondent bo'yicha ma'lumotlar platformadagi tartib asosida alohida to'ldiriladi. Yana bir muhim jihat, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar haqidagi savollar individual xususiyatlarga ega. Ta'lim ustunida bola boradigan bog'cha yoki maktabni, ta'lim muassasasi turini va mavjud yashash manbaini ko'rsating. Endi qishloq xo'jaligi qismiga o'tamiz. Birinchi bo'limda so'nggi 12 oy ichida xo'jalikdagi mavjud vaziyatdan kelib chiqib, qishloq xo'jaligi mahsulotini ishlab chiqarish maqsadini belgilab oling. Muhim eslatma: agar fuqaro xo'jalik mahsulotining bir qismini sotsa, qolgan qismini esa shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatsa, asosiy maqsad sotish yoki iste'mol qilish. Qayerdagi qiymat yuqori bo'lsa, shunga qarab belgilanadi. Agar xo'jalik butun mahsulotni sotish uchun ishlab chiqarsa, birinchi javobni tanlang. Agar xo'jalik mahsulotining asosiy qismini sotsa, qolgan qismini shaxsiy ehtiyojlariga ishlatsa, ikkinchi javobni tanlang. Agar xo'jalik mahsulotining ko'p qismini shaxsiy ehtiyojlar uchun yoki qarindoshlar, qo'shnilarga bepulga bersa, qolgan qismini sotsa, uchinchi javobni tanlang. Agar xo'jalik butun mahsulotni faqat shaxsiy iste'mol uchun ishlab chiqarsa, to'rtinchi javobni tanlang. Ikkinchi bo'limda yil davomida har kuni yoki kunora xo'jalikda oila a'zolari yetishtirayotgan qishloq xo'jaligi ekinlari va mavjud chorva mollari, parrandalarni parvarish qilayotgan bo'lsa, 7 oy va undan ko'p muddatni tanlang. Agar mavsumiy ish bo'lsa, 3 oygacha, 4-6 oygacha kabi mos muddatni tanlang. So'nggi 12 oy davomida xo'jalikda qishloq xo'jaligi faoliyatini yuritgan yoki hayvon, parranda yoxud qishloq xo'jaligi mahsulotlarini parvarishlashda yordam bergan oila a'zolaringiz sonini ko'rsating. Bu yerda faqatgina oila a'zolari jinsi bo'yicha erkak, ayol hisobga olinadi. Mavsumiy yollanma ishchilar kiritilmaydi. Jadvalda ushbu xo'jalikda qishloq xo'jaligi bilan band bo'lgan erkak va ayollar sonini kiritish uchun to'liq va to'liq bo'lmagan ish kuni bo'yicha alohida ustunlar mavjud. Agar oila a'zosi kuniga 8 soat xo'jalikda qishloq xo'jaligi bilan band bo'lsa, ishlasa, ushbu oila a'zosini to'liq ish vaqti ustuniga kiriting. Agar kuniga 8 soatdan kam, masalan, bir necha soat xo'jalikda ishlasa, to'liq bo'lmagan ish kuni ustuniga yozing. Agar farzandlar 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lsa va yordam bergan bo'lsa, ularni to'liq bo'lmagan ish kuni bo'yicha tegishli jinsiga ko'ra ko'rsating. Agar oila a'zosi bir shaxs yil davomida xo'jalikda bir necha marta qishloq xo'jaligi bilan band bo'lgan bo'lsa ham, uni faqat bir marta hisobga olish lozim. Uchinchi bo'lim yer resurslari va ulardan foydalanish to'g'risida. Yer
to'g'risidagi ma'lumotlar sotixda kiritiladi. Keltirilgan ro'yxat bo'yicha amalda yer uchastkasiga bo'lgan egalik huquqini belgilang va ularning maydonini kiriting. Meros bo'yicha olingan yer jami uy xo'jaligiga meros qilib qoldirilgan yerlar. Ularga qishloq xo'jaligi yerlari va uy-joy yerlar kiradi. Ijaraga, ikkilamchi sub-ijaraga olingan yerlar, ijaraga berilgan yerlar, shuningdek boshqa yerlar. Bu esa o'z navbatida xo'jalikka tegishli bo'lmagan, xo'jalik tomonidan foydalanilayotgan mahalla hududidagi yerlardir. Umumiy yer maydoniga ijaraga berilgan yerlardan tashqari yuqorida keltirilgan barcha uy xo'jaligiga tegishli va u tomonidan foydalanilayotgan yoki foydalanilmayotgan mavjud yerlar yig'indisi ko'rsatiladi. Umumiy yer maydoni noqishloq va qishloq xo'jaligi yerlaridan tashkil topadi. Qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan noqishloq yerlarga binolar, uylar, hovlilar, ichki yo'llar, so'qmoqlar, bruschatka, ko'kalamzorlashtirish maqsadidagi chimlar maydoni, baliq boqish uchun foydalanilmaydigan kanallar, zovurlar va boshqa suv bilan qoplangan yerlarni ko'rsatish lozim. Bundan keyin ekin haydaladigan yerlar maydoniga bir mavsumda hosil beradigan 1 yillik ekinlar ekiladigan yerlarni, shuningdek issiqxonalar maydonini va vaqtincha ekilmagan yerlarni ko'rsating. Bundan so'ng ko'p yillik ekinlar, tabiiy pichanzorlar va yaylovlar, o'rmon maydonlarini, baliq boqish uchun foydalaniladigan va boshqa yerlarni ko'rsating. Boshqa yerlarga yuqorida ko'rsatilmagan yerlar kiradi. Shuningdek, ularga molxona, otxona, qo'yxona, parranda kataklari, qishloq xo'jaligi maqsadida foydalaniladigan omborxonalar va boshqalar kiradi. 4-bo'lim sug'orish to'g'risida. Agar siz qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orsangiz, xo'jalikda oxirgi 12 oy davomida sug'orish uchun foydalanilayotgan suv manbalarini tanlang va sug'orish usullarini belgilang. So'ng amalda sug'orilgan 1 yillik va ko'p yillik ekinlar maydonini, shuningdek, agar mavjud bo'lsa, sug'orilgan o'tloqlar va yaylovlar maydonini kiriting. Agar oxirgi 12 oy davomida ushbu yerlar kamida 1 marotaba sug'orilgan bo'lsa, ekinlarga yetkazib berilgan suv miqdori yetarli bo'lishidan qat'iy nazar, yer haqiqatan ham sug'orilgan deb hisoblanadi. 5-bo'lim 4 ta savoldan iborat. Birinchi savolda xo'jalikda yetishtirilayotgan 1 yillik qishloq xo'jaligi ekinlarini guruh va turlari bo'yicha arpa, pomidor, kartoshka, kungaboqar, tamaki, dorivor o'simliklar, tarvuz, yem-xashak ekinlari, gullar va boshqalar. Egallab turgan ekin maydonini sotixda ko'rsating. Agar xo'jalikda 1 yillik ekinlar issiqxonada ham yetishtirilayotgan bo'lsa, unda tegishli ekin turlari bo'yicha ularning maydoni yopiq yerlar ustunida alohida ko'rsatiladi. Agar xo'jalikda yosh mevali bog'lar va ko'p yillik daraxtlar qatorlari oralariga ekilgan qishloq xo'jaligi ekinlari bo'lsa, ushbu maydonni kiriting. Agar xo'jalik qo'ziqorin yetishtirayotgan bo'lsa, u holda ushbu maydonni kvadrat metrda kiritish kerak. Ikkinchi savolda xo'jalikda mavjud daraxtlar va butalar egallab turgan maydonini va sonini turlari bo'yicha kiriting. Rezavorlar bo'yicha faqatgina ular egallab turgan maydon kiritiladi. Butalar soni kiritilmaydi. Agar xo'jalikda ko'p yillik ekinlar issiqxonada ham yetishtirilayotgan bo'lsa, unda ularning maydonini va sonini yopiq yerlardagi ko'p yillik ekinlar satrida alohida ko'rsatasiz. Agar xo'jalikda ko'chatlar yetishtirilgan bo'lsa, unda 3-savolga o'ting va keltirilgan ko'chatlarning turlari bo'yicha tegishli javobni tanlang. 4-savolga xo'jaligingizda qanday turdagi o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalaridan foydalanayotganingiz bo'yicha javob berishingiz mumkin bo'ladi. Tegishli katakchalarda mos variantni belgilang. 6-bo'limda agar xo'jalikda qishloq xo'jaligi hayvonlari va parrandalar mavjud bo'lsa, ularning sonini ko'rsating. Xo'jalikda ularning mavjudligiga va saqlash usullariga qarab siz tegishli variantlarni tanlashingiz mumkin. Bir nechta variant javobi bo'lishi mumkin. Yaylov yoki katak. So'ng har bir chorva mollarining turi, ularning jinsi, yoshi bo'yicha, shuningdek reproduktiv maqsadlarda boqilayotgan urg'ochi mollar bosh sonini kiriting.
Agar xo'jalikda qishloq xo'jaligi parrandalari bo'lsa, ularning sonini kiriting. Agar xo'jalik asalarichilik bilan shug'ullansa, unda mavjud asalarilar sonini donada kiriting. Oxirgi 7-bo'lim baliqchilikka bag'ishlangan. Agar xo'jalik baliqlarni ko'paytirish va boqish bilan shug'ullansa, ijobiy javobni belgilang va qaysi suv havzalarida baliq yetishtirish amalga oshirilishini tanlang. Agar baliq yetishtirish sun'iy suv havzalarida amalga oshirilsa, 3-bo'limning yer resurslari va ulardan foydalanish 2-savolida siz baliq boqish uchun foydalanilayotgan yerlarni ko'rsatishingiz lozim. Agar xo'jalik baliq boqish bilan shug'ullanmasa, tegishli yo'q javobini tanlang. Keyin esa saqlash tugmasini bosing. Hurmatli respondent, ma'lumotlarni kiritib bo'lganingizdan so'ng aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish savolnomasi yuzasidan o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. So'rovnoma muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng qatnashganingizga minnatdorchilik sifatida sizga sertifikat taqdim etiladi. Tabriklaymiz. Siz O'zbekiston kelajagiga befarq bo'lmadingiz.